Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlar bilan jinsiy tarbiya haqida suhbat olib boramiz. Demak, jinsiy tarbiya haqidagi tushunchalarni men sizlarga yetkazib borishga harakat qilaman. Demak, jinsiy tarbiya bolalar va o'smirlar, yoshlarda jins masalalariga nisbatan to'g'ri munosabatni shakllantirib olib borishga, tibbiy va pedagogik tadbirlarning tizimi va tarbiya jarayonining muhim qismi hisoblanadi. Jinsiy tarbiya shaxsning jismoniy, aqliy, ma'naviy va estetik rivojlanishi bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Jinsiy tarbiyaning asosiy vazifasi yosh avlodni yaxshi o'sib unishiga, zurriyot berish faoliyatini bekamol ko'z qilib shakllantirishga, nikoh va oilani mustahkamlashga yordam berishdan iborat hisoblanadi. Jinsiy tarbiyani bolalarning yoshi, jinsi va malakasi mos tushadigan davrdan tushuncha olib borish zarur hisoblanadi. Ko'plar jinsiy tarbiyani balog'at yoshidan boshlash kerak deb hisoblashadi. Bu noto'g'ri tushuncha hisoblanadi, chunki bunga taalluqli ayrim masalalarni bolaning yoshligidan boshlab hal qilib borish kerak bo'ladi. Ko'pgina ota-onalar jins masalasini muhokama qilish bu odobdan emas deb o'ylab, yoshlarni qiziqtiradigan masalalar to'g'risida so'zlashmasligini lozim ko'rishadi. Natijada bolalar atrofdagilardan, ko'pincha ijtimoiy tarmoqlardan, internetdan, tasodifiy manbalardan ko'r-ko'rona ma'lumotlar olib, o'zlarini qiziqtirgan mavzular yuzasidan aksari noto'g'ri tasavvurga ega bo'lib qoladilar. Avvalo yoshlar jins orasidagi tafovutlarni, ular jinsiy a'zolarning tuzilishi va mohiyati haqida tasavvurga ega bo'lishlari lozim. Buni maktab yoshidan boshlagan ma'qul hisoblanadi. Ma'lumki, o'smirlik davriga kelib gormonal o'zgarishlar, balog'atga yetish, jismoniy yetilish tufayli qarama-qarshi jinsga qiziqish paydo bo'ladi. Xuddi shu davrda ular jinsiy a'zolarning anatomik va fiziologik xususiyatlaridan boxabar bo'lib borishlari lozim hisoblanadi. Jinsiy tarbiya jarayonini shartli ravishda bir nechta bosqichlarga bo'lish mumkin. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarga oddiy gigiyena malakalari va yurish-turish qoidalarini o'rgatib borish lozim. Organizmni chiniqtirish, yurish-turish qoidalarini o'rgatish kerak. Chunki ularning jinsiy jihatdan rivojlanishi umumiy jismoniy rivojlanishga bog'liq hisoblanadi. Bolalar tarbiyasi va parvarishda badanning erogen zona deb ataladigan joylari ta'sirlanmasligiga e'tibor berish lozim. Ya'ni ularga noqulay, tor kiyim kiygazmaslik, gijja kasalliklari bo'lsa, ularni vaqtida bartaraf etish kerak. Shu yoshdagi bolalarda odatda ro'zg'or ishlariga qarash istagi paydo bo'ladi. Ota-onalar albatta bu istakni rag'batlantirib turishi, o'g'il bolalarda qizlarga yordam berishni talab qilib borishlari lozim hisoblanadi. Bolada javobgarlik, burch, boshqalarga mehr-muhabbat va hurmat bilan qarash hissini shakllantirib borish lozim. Ya'ni bolalar uyda biror ish, maktabda esa tayinli bir vazifa bilan band bo'lishi jinsiy tarbiyada muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Balog'atga yetish davridagi jinsiy tarbiya birinchi galda shu davrda o'smirning organizm va shaxsiyatida bo'ladigan o'zgarishlarni hisobga olish lozim. Ya'ni qizlar 12-14 yoshda, o'g'il bolalar esa 13-15 yoshda o'smirlikka qadam qo'yishadi. Bu davrda ularning ichki dunyosi boyib, endokrin bezlari, ayniqsa jinsiy bezlarning faoliyati kuchayadi. Asta-sekin jinsiy mayl uyg'ona boshlaydi. Balog'atga yetish jarayonida jinsiy ong qaror topa boshlaydi. Ya'ni onalar Sharqona filmimizdagi qon-qoniga singib ketgan oriyat tuyg'usi, avlodlarning sha'nini pok saqlash yo'lidagi andisha tuyg'usi, qizlar uchun javohirlardan ham yuksakroq ekanligini yo'l-yo'lakay ularga tushuntirib borishlari kerak. Qizlarni ma'naviy kamol toptirish uchun ular ruhiyatga mas'ullik, burch, uyat, mehribonlik, fidoyilik, vafo fazilatlarini singdirib borishlari darkor. Shuningdek, iffat, vijdoniy poklik, nomus, hayo qizlar tabiatiga xos fazilat ekanligini tushuntirib qo'yish muhim hisoblanadi. Balog'at yoshidagi bu davrdagi gigiyena masalalari tushunchalarni tasodifiy o'rtoqlardan emas, balki aynan ota-onalari, pedagoglar va maktab vrachlaridan olishlari muhim. Xususan bu davrda keladigan hayz ko'rishga, o'g'il bolalarda esa ehtilom bo'lib turishiga tayyorlash, bu fiziologik hodisalar tabiiy hol ekanligini tushuntirish, ular boshlanganda qanday gigiyena qoidalariga amal qilish kerakligini qizlarga onasi, o'g'il bolalarga esa otasi yoki yaqin kishilari, akasi tushuntirib berish kerak hisoblanadi. Yoshlar o'zlarida paydo bo'lib boradigan allanechuk istaklarni hamisha ham jilovlay olmaydi.
qarama-qarshi jinsdagi o'z tengqurlari oldida endi o'zlarini noqulay his qilishni boshlashadi. Mana shu davrda yoshlar o'zlarini qiziqtiradigan ishlar bilan band bo'lsa, ko'ngli odamlarga xayrixohlik bilan to'lib toshib tursa, ularda jins masalalariga odatdan tashqari qiziqish paydo bo'lmaydi. Shu bois yoshlardagi ijodiy mayillarni, ko'p qirrali qiziqishlarni tarbiyalab borish, ularning jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullantirishni targ'ib qilish nihoyatda muhim jarayon hisoblanadi. Chunki jismoniy tarbiya va sport yoshlarning ortiqcha kuch-quvvati va vaqtini band qilib, organizmning har tomonlama kamol topishiga, baquvvat bo'lishiga yordam beradi. Ota-onalar, pedagoglar albatta yoshlarni hurmat qilishi, ularning fikrlari bilan qiziqishlari o'rtoqlashishlari lozim. Odam jismonan va ruhan balog'atga yetgandan keyin albatta chin muhabbat paydo bo'ladi. Bunday muhabbat o'zaro hurmat, dunyoqarash va qiziqishlarga hamohang bo'lsa, insonning hayotini yanada boyitadi va mustahkam oila qurish uchun negiz yaratadi. Demak, jinsiy tarbiya tushunchalar aynan shulardan iborat.